Badaningga yopishtirib shim kiyding, indamadik. Qoshingni terding, indamadik. Yuzingga upaylik surding, indamadik. Tirnog'ingni bo'yading, indamadik. Nozlanding, karashma qilding, indamadik. Ana endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Familiyang, isming kim deb so'raganda bir qarashda qiz bola palonchiyev deb javob beryapti. Tushundingizmi nima demoqchi ekanligimni? Ular erkak aslida. Shu indamasligimizning natijasida mana shunday holat yuzaga kelyapti. Ko'chada juda ko'p yoshlar bugun erkakka o'xshamaydi. Yigit yigitga o'xshamaydi. Erkakning salobati yo'q, savlati yo'q. Bilasizmi? Mendan so'rasangiz buni sababi nima deb javob bergan bo'lardim. Erkakning tarbiyasi yetishmayapti o'yladi. Erkakni erkak tarbiya qilish kerak. Erkakcha tarbiyani berish kerak. 95% holatda, ana boring 99% holatda ayol kishiga qolib ketgan tarbiya masalasi. Mana natija va oqibat.